chiqib tuti yegan, tishlarini qurt yegan, eng zo'r stomatologga borib chiroyli sadaf tishlarni qo'ygan ammalari, qani ammalari, 7 ta ammalari bor. Shafoat ammalari va hokazo ko'plar ular. 7 kishi qanisizlar? Bugun jiyanimni to'yiga nima bo'lsa bo'lsin, tojik bo'lsam ham anjanjasiga o'ynayman degan. Anjanjan chalamiz. Qani? Fartuglarini o'ynatgan, ovsunlarini sayratgan, bugun shu chiroyli to'yga sababchi bo'lgan, 7 kundan beri Denovni bozoriga borib tinmay sarpolar olgan amakini xotinlari qanisizlar? Sizlarga salom yor yor, salom salom, kelin salom, amakini xotinlariga bir salom. Bugun shunday chiroyli ham to'yni ham siz qilasiz degan xudolarga bir salom, 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 kelin salom, xudolarga bir salom. Nomida 4-etaj. 5-etajdan qaragan. To'ylar qachon so'ragan. Biz Toshkentdamiz, Surxondaryoda qanday to'y bo'ladi degan. Borib mazza qilib chiroyli qo'shiqlarga o'ynayman degan toshkentlik qo'shnilarga bir salom, 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 kelin salom, toshkentlik qo'shnilarga bir salom. Kuyovlikka qarashgan, tuflilari yarashgan, kuyovlikka qarashgan. Dadajonim, bugun meni uylantirdingiz. Endi ro'zg'orni men qilaman degan. Kuyov to'raga bir salom, 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 kelin salom, kuyov to'raga bir salom. Salomimiz tamom bo'ldimi? Bo'lmadimi hech kim? Sinfdoshlarni zo'ri bo'lgan, uyimizda to'g'ri bo'lgan, sinfdoshlarni zo'ri bo'lgan. 2 kundan beri telefon qilib tinmay sinfdoshimni to'yiga mazza qilib o'ynayman, sho'x-sho'xidan aytgan degan. Zuhra sinfdoshlariga bir salom.